Assalomu alaykum. Men sizlar bilan Kamilo. Hozir sizlarga stiker yasashni o'rgataman. U uchun Google'ga kirib olamiz va izlaymiz. Emoji Kitchen. Mana shunday qilib yozamiz. Ustiga bosamiz. Va shunday rasmlar chiqadi va mana bu yerda ko'k yozuv bor. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin u bizga bitta sahifani ochib beradi. Mana shunday. Va mana bunday joylarni bosib va boshqacha, masalan, hot-dog bilan mana shuni qo'shamiz. Hozir. Mana bunday ekran turadi va ana shu emojini bosamiz va hot-dog o'rniga boshqasini qo'yamiz. Mana emoji paydo bo'ldi. Va mana bunday emojini qo'shsak, u yig'lab turgan emoji chiqar ekan. Yulduzli. Masalan bu. Bu yoqqa o'tib turib, mana buni bossak nima bo'ladi? Oq bilan qora. Mana shunday bo'lar ekan. O'zingiz xohlagan narsani qiling. Va sizlar bilan men xayr.